Shaytanni jomon ko'raman. Ne uchun? Allah dushman degan. O'shaning uchun. Jeki qiziqchilik, shayton meni o'sha aldab, o'sha yashowimda meni o'sha ortimdan tushib oldi, o'sha shaytonni jomon ko'raman. Yo'q. O'zi kabir narsalarni shayton qilmaydi. Shayton jo'nli odamni zavodiy qilib qo'yadi, qilgan odam o'zi jasaydi. Bir zamanda shayton odamlarga ko'rinadi ekanda. Hani iki o'g'ri bir odamni qarmab olib turib, aqchalarini urib atsa, jondan bir aqsaqal o'tib boratsa, uyalganlarni ham kechirasiz. Shayton aldab bizde shunday o'g'irlik qilatamiz. O'sha men bo'laman deyotgan shayton. Men chiqqan yo'qmi sizlarga? O'zingizlar qilib qo'ysizlar. O'shaga kimni jomon ko'rsangiz, neni jomon ko'rsangiz, o'shal jomon ko'ruv jeki qiziqchilik uchun bo'lsa, bo'lmaydi.